O'quv markaz, частный maktablar va bog'chalar, shunga o'xshagan ta'lim dargohlarida, xonalarda toza havo aylanishi va havo aylanish sistemalari bo'lishi juda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki o'quvchilar qabul qilayotganda miya kislorodga to'yingan bo'lsa, effektivni bo'ladi. Bu narsalarda, bunday muammolarda yechim sifatida sizlarga Xitoyda top brendlardan bo'lgan Amex brendiga tegishli bo'lgan rekuperatorlarimizni tavsiya qilamiz. Ichida 5 ta filtri bo'ladi. Setichni filtr, xafa filtr va ko'mir filtrlari bo'ladi. Pult upravleniyalari mavjud. Mana filtrlarni ko'rsatib berishim mumkin. Va bundan tashqari u tashqaridan kirayotgan sovuq havoni ilitib olib kirib beradi. Eng muhim qismlaridan biri. Mana filtrlarni ko'rishlaringiz mumkin. Pult upravleniyalari bo'ladi. 100 kubometrdan 500 kubometrgacha bo'lgan xonalarni, obyektlarni havosini tortib, tozalab, aylantirib beradi. Bundan tashqari boshqa rekuperatorlarimiz ham mavjud. Bu kattaroq bo'lgan obyektlar uchun mo'ljallangan LibreLift. Buni 6 ta kanali bor va ichkarida agar nam havo bo'ladigan bo'lsa, kondensatlarni ham chiqarib tashlaydigan kanallari mavjud. Bularning narxlari haqida esa sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz quyidagi raqamlarga telefon qilsalaringiz. Bundan tashqari bizda boshqa yana rekuperatorimiz bor. Bu Turkiyani KAI brendiga tegishli bo'lgan rekuperatorlarimiz. U rekuperatorlarimiz esa 1000 kubometrdan 6000 kubometrgacha bo'lgan obyektlar uchun mo'ljallangan. U rekuperatorlarimiz narxlarini ham kommentariyada yozib qoldirsalaringiz, narxlarini aytib o'tamiz. Bundan tashqari har bitta xona uchun mo'ljallangan rekuperatorimiz ham mavjud. Aerox rekuperatori o'zimizning brendimizga tegishli bo'lgan 30 kvadratdan 45 kvadratgacha bo'lgan xonalarga mo'ljallangan. U ham havoni tozalab beradi. Ishlashlari Wi-Fi pultlar orqali ishlaydi. Sizga ham agar mana shunday rekuperatorlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki kommentariyada yozib qoldiring. Sizlarga narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Venstore sahifamizni kuzatishda davom eting. Bundan ham ko'proq mahsulotlarimizni ventilyatsiyaga oid bo'lgan mavzularda obzorlarimiz chiqarib boramiz. Bitta like qo'yib qo'yish esdan chiqmasin.